Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi obyektimiz Marg'ilonda joylashgan hurmatli obunachilar. Travertinlarni kartamera fasonida qilib berganmiz. Ko'rib baho beringlar. Juda ham chiroyli chiqqan. Ichkari hovlilarni ham ko'rsatamiz. Yo'qsa like bosib qo'yinglar. Polnistda kartamera bo'lgan. Qaranglar, ortiqcha narsa bo'lmagan. Penoplast ustunovkalari bo'lgan. Travertinlar sepilgan va jemchuklari bo'lgan. Bu shuni qo'lnajlagi bo'lgan. Hurmatli obunachilar, e'tibor beringlar. Juda ham chiroyli chiqqan bu obyekt. Hurmatli obunachilar, faqatgina ramka bo'lgan, bitta. Ramkaning ichida fakturasi sal boshqacharoq bo'lgan. Uy egasiga shu faktura ma'qul keldi, shundan qilib berdik. Hurmatli obunachilar, travertin bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Travertin qildirmoqchi bo'lgan do'stlarga tashlab qo'yinglar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda bo'ladi narxlari. Xudo xolasa chiroyli chiqarib beramiz.